Ertalab turdingiz, ishga kelib, shunday noutbukni ochib, reklama akkauntlarini qarabsizki, natijali вообще dabdala bo'lib yotibdi. Sotuv bo'limiga bu yoqda lead yetmay yotibdi, biznes egasidan yoki loyiha rahbaridan 2-3 minutlik gols kelgan. Menimcha hamma targetologida bo'ladigan holat bu. Lekin kuchli targetologlargina bu holatdan chiqib keta oladi. Agar siz bu holatdan chiqib keta olmasangiz, loyiha natijalari yomonlashib, hamma jalbalar shikoyatlar sizga kelaveradi. Bu narsani men shu 5 yillik tajribamda ko'rdimki, qancha loyihalarim bilan shuni orqasidan xayrlashdim. Ya'ni reklama natijalarim yomon. Buni to'g'rilash uchun qancha ishlarni sinab ko'rdim va men shu 5 ta qoidani o'zim uchun hozir o'rnatib olganman. Ya'ni reklamalarim ishlamay qolsa yoki yomon ishlasa, men shu 5 ta qoidani ishlatishga harakat qilaman. Ishoning, o'sha yaxshi ishlaydigan loyihalar bilan ko'p ishlaydigan targetologlar hammasi o'zi bilgan yoki bilmagan holda shu qoidalarni ishlatadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu o'zi qanaqa qoidalar, ularni qanaqa ishlatish kerak, Zabihullo o'zi target faoliyatida qanaqa ishlatadi, hammasini to'liq ochib berishga harakat qilaman. Aytgancha, kanalga obuna bo'lib qo'ying, video yoqsa agar like bosing, yoqmasa ham like bosavering. Izohlarda fikrlaringizni albatta qoldiring. Darsga o'tamiz. Target to'g'ri yoqib, natijalaringizni 3 barobargacha oshiring. Bekorga prezentatsiyani bunaqa deb nomlamadim. Sababi targetologlarda ayni muammo loyiha bilan gaplashishda ham bo'lishi mumkin, loyihaga qimmat sotishda ham bo'lishi mumkin, lekin eng asosiy muammo baribir reklamani yaxshi yo'q olmaslik yoki yaxshi yo'q olsa ham qanaqadir muammo bo'lib qolganda tez chiqib keta olmasligi muammodan. Shu muammoni hal qilinsa, ya'ni o'zidagi muammoni reklama natijalari yaxshilansa, loyiha bilan uzoq ishlash imkoni ham bo'ladi. Ya'ni siz reklamalaringizni yaxshi yo'q olsangiz, loyiha bilan uzoq ishlay olasiz. Shuning uchun asosiy urg'uni reklama natijalarini yaxshilashga qaratganmiz, xudo xolasa bu videoda. Ammo qancha byudjet ko'tarsangiz ham foydasi yo'q, targetni to'g'ri yoqishni boshlamasangiz. Ya'ni bizneslarda ko'rganman, bizneslar misol uchun, reklama yaxshi bo'lmayapti, davay byudjetni ozgina oshiraylik, yaxshi ishlayotgan kompaniyaga yoki shunaqa narsa aytishadi. Ya'ni reklama yaxshi ishlamayapti o'zi, to'g'ri, lead soni yetmayotgandan bo'lishi mumkin. Lead narxi o'zi qimmat, lekin davay byudjetni oshirib ko'rsak nimadir bo'lar degan narsaga yopishib olishgan. Agar siz ham shunaqa targetologlardan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Bu yechim emas. Bugungi videoda qanaqa qilib byudjetni ko'tarmasdan ham target orqali bor ishlab turgan targetlar sotuvlar oshirishi, metaning yangilanishi bo'yicha to'g'ri reklama yoqishi, bu bo'yicha endi ko'p gapirildi. Yana men o'zimni versiyamda o'zim qanaqa ishlayotganim bo'yicha xudo xolasa gapirib beraman. Meta algoritmini o'zimizni reklamalarga moslashni o'rgataman. Bugun o'rganadigan 5 ta qoidani agar siz to'liq o'rganmasangiz nimalar bo'ladi? Reklamalaringiz faqatgina lead olib keladi, ya'ni oddiy lead, sotuv olib kelmaydi. Sotuv olib kelmagandan keyin nima keragi bor? Reklama yaxshilamay qolganda nima qilishni bilmaysiz. Ya'ni reklama yaxshi kelib turadi, 50 sent, 40 sentdan lead soni narxi yoki umumiy SMS narxi va ertasi kuni birdaniga lead narxi qimmatladi, bilmaysiz nima qilishni. Yilning qolgan qismida reklamalaringizni algoritmlarini boshqara olmaysiz. Ishoning, reklamalar algoritmini boshqarsa bo'ladi va buning imkoni bor. Men o'zim qilganman. Shuni video davomida xudo xolasa ko'rsataman. Men o'zi kimman? Zabihullo Fathullayev. 5 yillik tajribam bor target sohasida. VN Agency'ni qurib, hozir VN Agency bo'yicha loyihalarimizga xizmat ko'rsatamiz. VN AI asoschisiman va 100+ dan ortiq muvaffaqiyatli mijozlar bilan ishlaganmiz. Ya'ni target bo'yicha, marketing bo'yicha ko'proq men haqimda ma'lumot olish uchun kanalga kirib ko'rsangiz boshqa videolarim bor va albatta bu videodan keyin, hozir emas. Hozir shu 5 ta qoidani to'liq o'rganib chiqamiz, xudo xolasa. Birinchi qoida, kreativlar endi muhimroq. Ya'ni siz buni avval ham aytganman, iltimos, auditoriyalarni bir narsalar qilib tez qilishni, har xil auditoriya yoqsam yaxshi bo'ladi deyishni umuman yig'ishtiring. Kreativlarni ko'paytiring ham demayman. Ya'ni 150-200 ta qiling, qilsangiz yaxshi, lekin uni qiling, buni qiling demayman. Har xil rakurslardan kreativlarni o'zgartirib ko'ring har safar. Ya'ni reklama yomon bo'lganda yangi kreativ qo'shishga harakat qilib ko'ring, yangi kreativ testlashga harakat qilib ko'ring, o'sha kreativ bilan chiqib borishga harakat qiling. Meta endi siz bergan narsani siz aytgan odamga yoqib bermayapti. Siz bergan narsani o'zi xohlagan, o'zi to'g'ri deb o'ylagan odamga yoqib ko'ryapti. Buni ikkalasida juda katta farq bor. Ya'ni reklama akkauntlarida ko'rgan bo'lsangiz, hammasi Advantage Plus, reklama akkauntlarida hammasini ko'rgan bo'lsangiz, Advantage Plus tugmachasi yoniq turadi. Ya'ni uni o'chirib bo'lmaydi ko'pchiligida. Ko'p maqsadlarda o'chirib bo'lmaydi, o'chirish ilojisi yo'q. Ya'ni biz o'zimiz chiqaramiz shunaqa odamlarga, senga mos odamlarga demoqchi. Endi kreativlar shuncha yozdim, shuncha kreativ qo'ydik, lekin qaysi bir ishlashni qayerdan bilaman deyishingiz mumkin. Birinchi usuli bu o'sha kreativlarni o'zingiz ishlatib ko'rasiz, shundan bilishingiz mumkin va u kreativlar ko'paytirishingiz mumkin. Ikkinchi, eng zararsiz, ya'ni hech qanaqa pul ishlatmasdan oson qilish usuli bu siz kreativlar matnlarini sinab ko'rasiz. Ya'ni zo'r hook yozasiz, zo'r body yozasiz, o'zingiz zo'r deb hisoblagan yoki har xil
call to action yozasiz va ularni har xil ko'rinishda oddiy mana shu yerda misol uchun shunda o'tirib turib video olasiz. Bu videoni olgandan keyin siz endi targetga yoqsangiz, bu sifatsiz videolar, bu noto'g'ri videolar bo'lishi mumkin, sizga umuman natija olib kelmasligi mumkin, to'g'rimi? Endi buni bilish uchun biz Instagramga trialga yuklab ko'ramiz. Hozir Instagramda shunaqa bo'lim chiqqan. Videolaringizni probniga yuklaysiz. Bilsangiz kerak. Bilmasangiz bu juda oson. Ya'ni video yuklayotganda trialga yoki o'sha ruschada probniga yuklash degan joy chiqadi. Bu nima beradi? Sizni obunachilaringizga ko'rsatmaydi reklamani, sizga obuna bo'lmagan odamlarga videolarni chiqaradi. Buni nimasi yaxshi deyishingiz mumkin. Zo'r tarafi ham shunda, ya'ni sizni auditoriya sizni biladi, sizga qiziqadi, sizdan misol uchun bekorga podpiska bosmaganda xullas. Lekin sizga podpiska bosmaganlarni videoga qanaqa reaksiya bildirishi sizni videongizni o'sha topga chiqadimi, targetda yoki chiqmaydimi, buni aniqlab beradi. Agar videongiz prosmotri yaxshi bo'lsa, odamlar o'sha mahsulotingiz haqida gapirsangiz, mahsulotingizga qiziqsa, ro'yxatdan o'tsa, agar qanaqadir call to action tashlab ketsangiz, demak bu videongiz yaxshi. Endi test natijalarini, ya'ni siz 20 ta video qildingiz va 20 tasini joyladingiz. Endi test natijalarini qanaqa ko'ramiz desak, Instagramda Edits degan programma bor. Hozir bu yerda ko'rsatib olaman. Edits degan programma bor. U programmada pastida Instagramdan ko'ra ko'proq Reels'da statistikalar chiqadi. Ya'ni sizni umumiy videolaringizni ko'rib turib, share rate qancha bo'lganligi, necha foiz bo'lganligi, bu baland yoki past sizni sohangizda, sizni o'zingizning Instagramingizda shu narsalarni aytadi. Share rate bu qancha odam sizni videongizni o'sha share qilayotganligi, skip rate bor, hook rate bor, adashmasam, keyin bor edi like rate, comment rate bor. Eng muhimi bizda men polni o'sha trialga video yuklab ko'rdim, loyihalarimizda qilib ko'rdim, umumiy Instagramni o'rganib chiqqanimda eng muhimi skip rate ekan, ya'ni odamni o'tkazib yuborishi. Bu xuddi nimadagi hook rate ga o'xshaydi, targetdagi. Ya'ni odamlar sizni reklamalaringizni, videolaringizni birinchi 3 soniyasini ko'rib turib o'tkazib yuboradigan bo'lsa agar, bu videongizni o'sha skip rate da foizi balandroq bo'ladi. Ya'ni 80% odam o'tkazib yuboryapti seni videoingni, faqatgina 20% odam qolyapti deb ko'rsatib beradi. Ya'ni hook rate o'sha yerda sinab ko'rsangiz bo'ladi. Agar videolaringiz o'sha skipni o'tkazib yuborish foizi 50 dan past bo'ladigan bo'lsa, demak bu videoni hooki yaxshi. Shu hookni ishlatib ko'rish kerak, yo'q shu videoni qo'yib ko'rsa bo'ladi. Endi siz videongizni hold rate, ya'ni videoni qanchalik uzoq ko'ryapti, buni bilishingiz uchun pastida yana bitta funksiya bor. Bunda olib borib ko'rsangiz, grafik ko'rinishida ko'rsatilgan videongizni necha foiz odam qaysi sekundigacha ko'rayotganligini ko'rsatadi. Siz 20 ta videoni yuklaysiz, bir hafta 10 kun kutarsiz yoki 2-3 kunda ham chiqadi va qaysi videongiz prosmotri yaxshi, qaysi videongizni o'sha skip rate, share rate va o'sha hold rate'lar, o'sha grafik deganim, o'sha ko'rsatganlari yaxshi, o'shalarni targetga yoqib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni siz hech qanaqa rasxod qilmaysiz. O'shalarni aynan yoqmaysiz. Siz bu yerda prosta qo'lda shunda montajsiz video olib tashlaysiz va uni qo'yib sinab ko'rasiz. Gaplarni sinab ko'rasiz. Keyin xuddi o'sha gaplarni, ya'ni yaxshi ekanlarini va shunaqa birorta studiya qilarsiz yoki o'zingiz umuman yaxshi montaj qilib turib, videolarni keyin targetga yoqsangiz bo'ladi. Endi o'xshagan kreativlar o'sha qanday ishlatamiz deganda, targetda oddiy har bitta kreativda bitta adsetga joylaymiz. Unaqa har xil adsetlar, endi adsetlarni ko'paytirsangiz bo'ladi, lekin maksimal bir-biridan farq qilish kerak. Bitta adsetga hamma kreativlarni joylaysiz. Bitta общий adsetga joylab turib, yana ularni test qilamiz. Ya'ni yana ularni etga qo'yib yorsak, ularda o'zi yaxshilari etdan otilib chiqishni boshlaydi. Ikkinchi qoida, sotuvlarda aniq o'lchang, sifatli leadlarda aniq o'lchang. Ya'ni siz faqat lead sonini beryapsiz. Misol uchun men 50 sentdan lead tushirib beryapman-ku, nega o'zlari sota olmayapti deyishingiz noto'g'ri. Siz sifatsiz lead olib kelib berayotgan bo'lishingiz mumkin. Unaqa oddiy, prosta lead olib kelib beradigan targetolog bo'lsangiz, sizga bozorda qimmat to'lanmaydi va siz bilan uzoq ishlanilmaydi. Chunki biznes uchun sotuv kerak. O'zingiz biznesmen bo'lib turib fikrlab ko'ring. Yoki umuman targetolog bo'lib turib o'zingiz fikrlab qo'yishingiz mumkin. Birorta xodim olmoqchisiz o'zingizga yordamchi qilib turib, assistent qilib turib. Lekin u sizga qanaqadir ishingizni rostdan yengillatmasa, sizga rostdan pul keladigan ish qilib bermasa, siz unga nega pul to'laysiz? Pul to'lamaysiz o'zingizdan, pul to'lagingiz kelmaydi. Biznesmenlar ham xuddi shunaqa. Targetologga nega pul to'laydi agar u unga sotuv olib kelib bera olmasa? Endi sotuv olib kelib bera oladi degani bu sal umumiy ma'no. Endi sotuvni siz o'zingiz sotuv qilib bermaysiz, lekin sotuv olib keladigan, sotib oladigan klientlarni siz olib kelib berasiz. Sotib oladigan klientlar deganda endi bu sifatli leadlar bo'ladi. Siz hech bo'lmaganda sifatli leadlarni aniq o'lchashingiz kerak.
aniq sotib olib kelgan kreativlarni bir necha ko'paytirib yangi yozib yana qilsak bo'ladi. Ya'ni tushunyapsiz-a? Birinchi biz kreativlarni hook, body, call to actionlarni yozib shunchaki matnlarni sinab olamiz trial orqali. Undan keyin u kreativlarni biz realniy targetda sinaymiz va undan ham sifatsiz lead olib kelganlar bo'ladi, lead olib kelmaganlar bo'ladi. Sifatli, sotuvi yaxshi bo'lgan, ko'p sotib olgan kreativlarni yanada kuchaytiramiz. Ya'ni bitta kreativni 10 ta qilamiz endi. Har xil rakursda video olib ko'ramiz. Tushundingiz-a? Aniq sotuvlarni qanaqa ko'ramiz? Vena AI orqali aniq sotuvlarni ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi kompaniya nechta sotuv olib keldi, qaysi auditoriya, ya'ni necha yoshlilar sizga qancha sotuv olib keldi, qancha lead olib keldi. Endi lead olib kelganini ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz Ads Manager orqali. Lekin Ads Managerda aniq qancha sotuv olib kelganligini, nechta sotuv olib kelganligini, qancha summada sotuv olib kelganligini, nechta sifatli lead olib kelganligini ko'rib bo'lmaydi. Bu narsaning ilojisi yo'q. Lekin Vena AIda biz o'zimiz qilgan o'sha tizimda, platformada targetologlar uchun buni bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu umumiy targetologlar, biznesmenlarga ham to'g'ri keladi. Hozir uni qanaqaligini qisqacha ko'rsatib beraman. Xo'p, Vena AI o'zi qanaqa deydigan bo'lsangiz, mana ekrangizda ko'rib turibsiz. Hozir Vena AI xuddi Ads Manager joyiga, Ads Manager o'sha UI ga o'xshaydi. Kompaniyalar, adsetlar bo'yicha joylashtirilgan. Bu yerda mana kompaniyalaringizni umumiy ma'lumotlar bor. Ya'ni qancha summa ishlatganligi, nechta lead olib kelganligi, har bir lead qanchadan tushganligi va bu yerda Vena AI beradigan ma'lumotlar. Vena AI umumiy nima qiladi? Vena AI sizni Ads Manageringiz va CRM o'rtasida turadigan platforma. Ya'ni siz Ads Manageringizdan leadlar keladi va CRM ga tushadi. Lekin o'rtada platforma yo'qki, qaysi kompaniyadan mana sotuv bo'lgan lead, qaysi kompaniyadan, mana sotuv bo'lgan lead qaysi auditoriyadan yoki qaysi reklamadan buni aytib turadigan tizim yo'q Ads Managerda bunaqa. Va Vena AI xuddi shu ishni qiladi. Ya'ni bu kompaniyadan mana sotilgan narsa bu kompaniyadan, bu auditoriyadan va mana shunchaga tushdi deb ko'rsatib berib turadi. Ya'ni ko'rsatib berib qo'ya qolaman. Kompaniya mana bitta kompaniyamiz, mana birinchida turgan kompaniyamiz, mana tanlab ham qo'ydim. $309 pul ishlatgan, 216 lead olib kelgan va 95 ta hali CRM da aktiv holatda turibdi. Bundan demak 8 ta sotuv qilganmiz biz. 113 ta отказ bo'lgan. Ya'ni bu откazlarni, aktivlarini va sotuvlarni ham ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda qual leadlar, ya'ni sifatli leadlar 97 ta bo'lgan bu leadlarning ichidan. Cost one, ya'ni har bitta leadimizni, sotuvimizni narxi $38 ga tushyapti bizda. Va konversiya rate, ya'ni konversiya foizi 3.7%, ya'ni tushgan leaddan 3% dan oshiqroq 4% ga yaqin sotuv bo'lyapti. Sifatli lead foizi 44% va bu yoqda revenue, ya'ni summa. Demak, 11.200.000 so'mlik mana shu kompaniya bizga summa olib kelyapti va bu 3 barobar o'zini oqlayapti, rost. Bunda qulaylik tarafi mana shu adset tanlaysizdan uchun bu yoqqa bitta o'tsangiz adsetlarni ko'rsatadi. Mana nimani tanlab turib, kompaniyani tanlab turib adsetlarga o'tsangiz, endi bu kompaniyadan lead keldi, lekin qaysi adsetlardan keldi degan joyiga xuddi mana shu javob bo'ladi. Buni tanlab turib reklamalarga o'tsangiz, reklamalar ham bor. Reklamalarni bitta bosib yuklab olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizga keyingi kreativlar, misol uchun yaxshi kreativ olib turib, xuddi shunga o'xshab turib kreativ yozishingizda bu yordam beradi. Xuddi shu Vena AI tizimimiz platformamizdan siz ham foydalanib ko'rishingiz mumkin. Pastdagi videoning ostida link qoldiraman. O'sha link bilan o'tsangiz, batafsil ma'lumot olasiz. Bu o'zi qanaqa ishlatiladi, qanaqa narxi, bemalol ma'lumot olib turib, siz ham ulasangiz bo'ladi. Reklamalaringizni, natijalarini shu orqali aniq yaxshilay olasiz. 3-qoida copy ulang. Avval copy nimaligini qisqacha tushuntirib beraman. Copy bu Conversion API, ya'ni Facebookda xuddi mana shu hozir ko'rsatdim bundan oldin, ya'ni qaysi lead sotuv bo'ldi, qaysi lead sifatli bo'ldi, holatini biz Facebookga qaytarib jo'natamiz. Yanada qisqacha oddiy dehqoncha tushuntiraman. Qo'pol qilib aytganda, siz bitta do'kon ochdingiz va u do'konga sizga klientlar kerak, mijozlar kerak. Endi nima qilasiz? Bitta odamga aytasiz: "Davay, menga mijozlar olib kelib, senga har bitta mijoz olib kelganingga, har bitta do'konimga odam kiritib yuborganingga men shuncha summa beraman" deysiz. U shundoq ko'chaga chiqadi, "Davay, mana bu do'kon ochildi, davay kiring, kiring aka, kiring xola, kiring opa" deb turib odamlarni kirgizishni boshlaydi. Shunaqa qilib kirgizishni boshlagandan keyin, lekin ularning ichida qancha sotib olyapti, qancha sotib olmayapti, qaysi birlar sotib olishga qiziqdi, unga qizig'i yo'q-da u odamga. Siz u odamga aytgansiz, "Menga mijoz haydab ber" degansiz, bo'ldi. Endi siz aytasiz: "Mendan mana bunaqa odamlar, ayollar sotib olyapti, mendan bolaliklar sotib olyapti, mendan ham eri bilan kelganlar sotib olyapti. Davay, mana shunaqa odamlarni menga chaqirib ber. Menga yoshroq bolalarni, hali maktabda o'qiydigan qizlarni, o'g'il bolalarni chaqirib berma, ular sotib olmayapti mendan" deb aytasiz.
Endi u tushundingiz, u chiqadida ko'p vaqtini o'shanaqa odamlarni qidirishga, o'shanaqa odamlarni sizga kirgizishga harakat qiladi. Avval u 100 ta odam kirgizsa, 3 ta odam sotib olgan bo'lsa, endi u 100 ta odam kirgizadi har kungidek, lekin 10 ta odam sotib oladi. Chunki siz unga aytdingiz qanaqa klientlar kiritib berish kerakligini. Facebook ham xuddi shunaqa. Siz Facebookka o'zingizda sifatli bo'lgan, o'zingizda sotib olgan mijozlarning daniyalarini qaytarib jo'natasiz. Bu copy deyiladi, conversion API. Ya'ni Facebookda bor ularning danilari. U qanaqa Instagram ishlatadi, nimalar ko'radi, nimalar qiladi, kimlar bilan o'rtoq, unga o'xshagan odamlar kimlar. Siz uni ma'lumotlarni jo'natganingizdan keyin Facebook nima qiladi? Facebookning ishi maksimal sizga reklamani yaxshilab, sizga ko'proq natija bersa, siz Facebookda ko'proq ishlasangiz, Facebookka o'shandan foyda. Facebook sizga reklamalarni yomon qilib berishdan hech qanaqa foydasi yo'q. Ya'ni siz bilan maksimal birga ishlashga harakat qiladi Facebook. Qachonki o'sha Facebookka siz ham daniylarni berib turib ishlaydigan bo'lsangiz. Copyni xuddi shunaqa qilib copy o'zi shu, ya'ni siz daniylarni qaytarib jo'natasiz. Endi copyni natijalari keladigan bo'lsak, hozir men ko'rsataman. Copyni foydasi ad accountda ko'rinadi, mana ko'rib turibsiz. Mana bu yerda 44 ta lead kelgan, bu lead. Mana bu yerda conversion lead, ya'ni copydan copyga yoqqanmiz. Qual lead kelgan. 11 ta qual ko'rsatyapti. Bu $2 dan tushayotgan bo'lishi mumkin. O'zi mana bunda ochib ko'rsangiz, bu yerda 23 ta lead kelgan. Ya'ni lead narxi arzonlagan. $25 sarflab 23 ta lead olganmiz. Lekin qolgan reklamalarimizni ko'radigan bo'lsangiz, 1.44, 3.17, 2.68 tushiryapti. Bu $1 atrofida, $1 dan ozgina oshiqroq bo'lishi mumkin. $1.5 sentmi shunaqa. Tushunyapsiz? Narxi ham arzon bo'ladi va bu sifatli leadlarni olib keladi. Mana 11 ta sifatli lead olib kelgan. Bu hali CRMda ishlanayotganlari, ishlanmayotganlari bor hali buning ichida. Ya'ni hali bu leadlarni qolganlar ishlanmagan. O'sha VNA orqali buni ko'rsak bo'ladi bemalol. Hali bu qolgan leadlar ishlanmagan. Bemalol shu narsa orqali siz yaxshi natijalar qilishni boshlasangiz bo'ladi copy orqali. Copy zo'r ishlaydi. Endi copyni qanaqa bo'layman deydigan bo'lsangiz, copyni o'zingiz an'anaviy usullarda ulasangiz bo'ladi. Uni qanaqa ulash copy haqida o'z batafsil video tayyorlaganman. Mana shu yerda hozir tepada chiqarib qo'yamiz videoni linkini. Uni tepada bunday bo'lib chiqib keladi. O'shani bosib o'tib ko'rsangiz bo'ladi va aytganimdek bu videodan keyin. Endi copyni ulashni qisqacha tushuntiraman. An'anaviy ulash bor. Bu o'sha Amo CRM, Bitrix 24 shular orqali ulasangiz bo'ladi va VNA da ham xuddi shu narsani qilganmiz. Juda oson yo'li VNA da qanaqa ulashimizni xuddi shu CRM da qilgan ma'lumotlaringiz, ya'ni leadlar analizi degan bo'limni ko'rsatdim bundan oldin. O'sha qancha sotuv bo'ldi, qancha sifatli lead bo'ldi. Xuddi o'sha narsani joyiga bitta narsa kiritib qo'ysa bo'ladi. Copyni ma'lumotlarini, pixel ma'lumotlaringizni kiritib qo'yasiz shu. Copy o'zi pixel. O'sha ma'lumotlarni kiritib qo'yganingizdan keyin qaysi lead sotuv bo'lgani, qaysi lead sifatli bo'lgan bo'lsa, xuddi shu ma'lumotlarni birdaniga Facebookka jo'nataveradi va reklamalaringiz yaxshilanaveradi. Ya'ni siz uzoq yo'l bosib, copyni alohida ulab, bunaqa leadlar analizini alohida qilib, o'zingiz vaqtingizni ketkazib o'tirmaysiz. Hammasini bittada qilib qo'ya qolasiz. 4-qoida auditoriyalar intereslari qiziq emas. Kreativlarni test qiling, formalarni test qiling, formatlarni test qiling. Rasmli kreativlar, karusellar ham chiqaring. Biz yaqinda bitta case aytib beraman. Reklamalarimiz qimmat tushaverdi va bizga aytishdi, reklamalar qimmat. Davay, mana bu boshqa narsa qilib ko'raylik, ko'proq kreativ qilib ko'raylik deyishdi. Lekin biz aytdik, formani bu yoqda qiyinlashtirib o'rganamiz. Mana lead rate bizda qimmat chiqyapti deb aytganimizda, yo'q, forma mana shunaqa qimmat turaversin. Qimmat turgani yaxshi bizga. Agar mana bunaqa ko'p savolli bo'lib turmasa, bizga sifatsiz odam tushib ketib qoladi deyishdi. Keyin biz test qilib ko'rdik. Ya'ni bitta oson forma qo'ydik va bitta o'sha qiyin doim ishlatib turgan formamizni ishlatdik. Oson formada sotuv ko'proq bo'ldi. Buni ham o'sha VNA da leadlar analizi orqali bildik. Bu gap u haqida emas. Auditoriyalar intereslarini faqat test qiladigan zamon o'tdi. Siz umumiy broadga reklama yoqasiz, erkak ayol qilib tanlashingiz mumkin, yoshini tanlashingiz mumkin, lekin qiziqishlari, biznesga qiziqsin, ingliz tiliga qiziqsinlar o'tmaydi. Ya'ni uskiroq narsada yoqmayotgan bo'lsangiz, ya'ni siz uski B2B sohada, misol uchun quyosh panellariga qiziqadigan odamlarga yoqmayotgan bo'lsangiz, siz endi biznesga qiziqsin, ingliz tiliga qiziqsin deb o'tirishingiz qiziq emas. Facebook biladi o'zi kimga ko'rsatishi. Siz kreativlarni zo'rini, formani o'shanga moslab turib bersangiz bo'ldi. Va formatlarni test qilish. Formatlar bor Instagramda ham, Facebookda ham. Bular qaysilar? Reels format bor va oddiy postda, bunda o'tadigan postda, ya'ni Reelsga kirmagan holatda odamlar ko'radi, istoriyada ko'radi va umumiy
poistga kirganda rekomendatsiya bo'limida ko'radi, to'g'rimi? Siz shularni test qilib ko'ring. Ya'ni siz bir marta Reelsga yoqib ko'ring, alohida istoriyaga alohida yoqib ko'ring, postga alohida yoqib ko'ring, rekomendatsiyaga alohida yoqib ko'ring. Facebookda, Instagramda buni placementlarni turlari ko'p. Shularga alohida yoqib ko'rib, qaysi yaxshi ishlashini bilishingiz mumkin. Rasmli kreativlik yaxshi bo'lyapti. Ayniqsa karusellar hozir. Karusellik qilib turib, mahsulotlaringizni, umuman o'zingizni qanaqadir joyga olib kiradigan bo'lsangiz, karusellik qilib turib odamlarga berishingiz mumkin. Nimaga karusel yaxshi ishlaydi? Bilsangiz 2020-yil o'sha endi SMMlar O'zbekistonga kirib kelishni boshlab, shu ommalashishni boshlaganda karantin paytlari karusellar zo'r ishlagan. O'sha paytlar karusellar qilganimizda ko'p layklar olardi. Hozirgi Reelslardan ko'proq layklar olardi. Sababi u paytda bu narsa yangilik edi. Reels, TikTok degan narsa rivojlanmagandan keyin Reelsda bunaqa odamlar ko'rish ham rivojlanmagan edi. Endi hozir hamma Reels qilib yotibdi. Siz karusel qilsangiz, odamlardan ajralib turasiz va odamlar sizni ko'rish ehtimoli balandroq bo'ladi. Shuning uchun karusel va rasmli reklamalarni ham sinab ko'ring обязательно. 5-qoida mix goal strategiyasi. Bir xil maqsadda reklama yoqavermang. Ya'ni faqat leadmi? Lead yoqavermang. SMS yoqib ko'ring, veb-sayt maqsadida yoqib ko'ring. Nimaga? Bitta auditoriya bor siz uchun. Mana misol uchun aytaylik, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lganlar. Erkaklar deb belgilagansiz, qiziqishlari misol uchun aytayapman, ingliz tiliga qiziqadiganlar yoki qanaqadir pul topishga qiziqadiganlar deb turib belgilagansiz, to'g'rimi? Lekin bularda qaysi birlaridir lead qoldirishga qiziqadi, lead qoldirsa ularga udobni. Qaysi birlaridir SMS da yozishda udobni. Qaysi biridir veb-saytga kirib, ko'rib, qoldirishni xohlaydi. Facebook buni biladi va sizni misol uchun SMS da gaplashadigan odamga lead qoldiradigan reklamani chiqarmaydi. Nimaga uni chiqarish kerak? Ya'ni Facebook unga chiqarsa agar natijasi yomonlashib ketadi-ku. Facebookning maksimal maqsadi sizga leadlaringizni arzon tushirib, ko'proq natija olib kelib berish. Agar lekin biz aytgan narsani qilsa, ya'ni SMS da yozishadigan odamlarga lead forma yoki veb-saytni chiqarsa, tabiiyki sotib olmaydi, tabiiyki lead qoldirmaydi. Facebookga bu narsa kerak emas. Sizni ko'proq o'xshab turib, ko'proq yoqtirish kerak. Shuning uchun Facebook shunaqa tizim qilganki, kim o'sha SMS maqsadida yoqsangiz, siz SMS boya belgiladi, 25 yoshdan 45 yoshgacha odamlar, erkaklar va ingliz tiliga qiziqadiganlar, pul topishga qiziqadiganlar deb belgiladiga, shularning ichidan SMS yozadiganlariga ko'rsatadi. Ya'ni SMS yozishga qiziqadiganlariga. Sizga 3 million auditoriya ko'rsatuverishi mumkin Toshkent bo'yicha, lekin ularda SMS da yozishadigan, SMS ga qiziqadigan, SMS da gaplashishga udobni bo'ladiganlari 500 mingta bo'lishi mumkin. O'shalarga ko'rsataveradi. U lead qoldiradiganlar ko'rsatishdan Facebookga foyda yo'q. Shuning uchun siz faqat lead yoqursangiz, bu yoqda 7 million auditoriya bo'lgani bilan siz faqat 1 millionni ko'rsatayotgan bo'lishingiz mumkin. SMS, veb-sayt shu maqsadlarda ham обязательно qo'shib ko'ring. Bizda keyslarni aytib beraman. Real Dreams va moliya studiyasida shunaqa keyslar bo'lgan. Real Dreams loyihamizda Umraga jo'natadigan loyiha. Lead formaga SMS maqsadida yoqishardi. Men borishimdan oldin. Borgandan keyin ham shunaqaga yoqqanmiz. Natijalar yaxshi bo'lgan, lekin yanada leadlarni ko'paytirish, qo'ng'iroqlarni, murojaatlarni ko'paytirishimiz kerak bo'lgan. Lekin leadni byudjetni oshirganimiz bilan o'sha aytganimdek taqalib qolingan, ko'p o'zi byudjet qilingani uchun va lead narxi oshib ketavergan. Nima qilganmiz? Call maqsadida, zvanki maqsadida yoqib ko'rganmiz. Umraga zo'r tushgan. Shu maqsad bilan biz juda ko'p reyslar to'ldirganmiz, lekin bozorda kimdan so'rasangiz call maqsadi ishlamaydi deb aytishadi. Men bu gapimdan callda yoqing demoqchi emasman. Shunchaki siz callda yoqadigan bo'lsangiz, leadda ham yoqib ko'ring, SMSda ham yoqib ko'ring, balki o'sha maqsadlar sizga to'g'ri kelar. Moliya studiyasida ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. SMS ga yoqishardi faqat, lead formaga yoqayli, SMS ga yoqishardi. Nima muammo edi? Toshkentda joylashgan o'quv markazi va viloyatdan leadlar ko'p tushardi, lekin SMSda o'zingiz bilasiz, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni viloyatdan bo'lgan odam SMS qoldiraverishi mumkin. Endi u odam SMS qoldiravergandan keyin Facebook bunaqa odamlar SMS qoldirar ekan deydi-da, viloyatdan bo'lgan, ya'ni maqsadsiz, biz uchun maqsadsiz bo'lgan auditoriyaga reklamani ko'proq chiqarishga harakat qilaveradi. Bu holatda leadlarimiz yanada sifatsizlashib ketaveradi. Nima qildik? Shu lead formada yoqib ko'raylik deb aytganimizda loyiha egalari boshida, "Yo'q, lead forma bizda ishlamaydi, SMS yoqib ko'raylik" deb aytishdi. Keyin "Yo'q, bir marta yoqib ko'ramiz, davay test qilib ko'raylik, bitta sotuvchini alohida ajrataylik" deb turib yoqib ko'rganimizdan keyin lead formada o'sha viloyatdanman deb tanlagan odamlar lead formani to'ldira olmaydigan bo'ldi.
tabiiyki to'ldira olmagandan keyin Facebook lead formani to'ldirgan odamlarni ko'radi. Ha, bunaqa odamlar lead forma to'ldiryapti bu odamda, davay shunaqa odamlarga chiqaramiz deydi-da. Ko'proq Toshkentliklarga, ya'ni o'sha biz uchun sifatli bo'lgan auditoriyaga chiqarishni boshladi va hozir to'liq lead formaga o'tganmiz. Ya'ni SMS reklamalar qolmagan, tushunishingiz uchun. Shunaqa har xil maqsadda ishlatib ko'ring, sizga o'sha boshqa maqsadlar ham to'g'ri kelishi mumkin. Boya ko'rsatgan funksiyamiz leadlar analizi funksiyasini VNA'dagi 40% chegirmada ishlatib ko'rishingiz mumkin. Birinchi oy uchun amal qiladi. Bu o'zi kimlarga kerak? Marketologlar ishlata oladi. Boya ko'rganimda o'sha qaysi reklamalar yaxshi ishlayapti, qaysi kompaniyalar yaxshi ishlayapti ko'rib tura olishadi ular ham. Targetologlar ishlata olishadi. Targetologlar uchun вообще oltinga teng to'ldirib solayman men o'zim, chunki o'zim har kun reklamalarimda shu narsani ishlataman. Kirib bemalol ko'rib, o'sha qaysi reklama ishlayapti, qaysi reklama ishlanmayapti ko'rib, o'chirib qo'yishsa juda qulay qilib qo'yilgan bu taraflari. Biznes egalari ishlatsa bo'ladi, ya'ni qaysi o'zi shunaqa biznes egalari bor, tushunadi, ko'radi, qaysi reklamalar yaxshi ishlayapti, qaysilar yomon ishlayapti. O'zi keyin sotuv bo'limi rahbarlariga ham tavsiya qilaman. Sotuv bo'limi ham ko'rib turib, ha, bu reklamadan kelgan ekan bu lead, buncha sotuv qilibmiz yoki mana bu skriptimiz to'g'ri kelibdi bularga deb turib, ular ham ko'rishlari mumkin. Pastdagi link bo'yicha o'tsangiz, 40% chegirmani ham bemalol ola olasiz. 40% sovg'ani olish uchun pastdagi Telegram akkauntga 40 so'zni yozib qoldirsangiz, VNA support akkauntiga yoki o'sha yerda boshqa link bo'lsa, o'sha linkka bosib turib o'tsangiz 40% chegirmani olishingiz mumkin va birinchi oy uchun sinab ko'rishingiz uchun 40% minusda bemalol reklamalarni o'sha analizlarni ko'rib, kopiyalarni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Video umumiy foydali bo'ldi deb o'ylayman. Videoga обязательно like bosing. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Kanaldagi boshqa videolarni ham o'tib ko'ring. Umumiy videomizni rezyumirib qiladigan bo'lsak, bu videoda biz 5 ta qoidani o'rgandik. Bu 5 ta qoida biz reklamalarimizni keyingi reklamalarimizni yaxshilashga, hozir yomon holatda reklamalarimizni yaxshilashga yordam beradigan qoida. Ishoning, men buni aldab qanaqadir video uchun bu narsani aytmayapman. Men shu 5 ta qoidani o'zim ishlataman. Ya'ni kreativlarni doimo test qilamiz. Leadlarni analizini doim ko'rib turamiz. Qaysi biri sotuv bo'ldi, kopiyani ulab qo'yganmiz hamma loyihalarimiz o'sha lead forma bilan ishlaydiganlarimizda va auditoriya intereslari deyarli ishlatmay qo'yganmiz. Ya'ni intereslarni kam ishlatamiz, o'sha B2B sohalarda ishlatamiz va loyihalarimizda yangi loyiha olsak yoki bor loyihalarimizda ham har xil maqsadlar strategiyasini doimiy ishlatamiz. Shu orqali reklama natijalarimizni stabil ushlab turamiz, yomonlashib ketsa yaxshilashtiramiz. Yanada yaxshilash uchun ham mana shu narsalarni ishlatamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Boshqa foydali videolar uchun Telegram kanalimga ham o'tib qo'ying aytgancha, Telegram kanalimda ham linki mana shu pastda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying. Pastda Telegram kanalimda ham linki bo'ladi. O'sha Telegram kanalimda bundan ham ko'p foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin.